folbinga borgan odam qayta boraveradi, to'xtata olmaydi o'zini, chunki уже зависимый bo'ladi. Nimaga? Struktura yopishadi. Folbinlarning strukturasi sizga yopishadi, tushunyapsizmi? Ular to'ppa-to'g'ri jin unga aytib turadi. Mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, podskaska qiladi. Haqiqatda u dunyodagi ulardagi bor informatsiyani tepadan olib bunga beradi. Lekin nimani hisobida? Sizni iymonsizlantirish hisobida. Sizni Xudodan qaytarish hisobida. Tushunyapsizmi? Va buning javobi bor, buning jazosi bor. Shuning uchun ham borma degan, ishonma degan. Понимаешь? Просто Allohga tavakkal, nimaki bo'lsa bu meni yo'lim, men uchun xayrlisi bo'ladi. Всё, idите, qo'rqib bitta folbinga boraylik, bitta istig'so qilaylik, falonchi o'qib qo'yibdi meni, shuning uchun shunaqa bo'lolmang. Ishonmanglar. Ishondingizmi bo'ldi, kuchingiz ketdi. A strukturai, которые folbinlarni вот это qora magiya bilan shug'ullanadigan odamlarning strukturasi juda kuchli bo'ladi. Ya'ni qora jinlar bo'ladi. O'sha jinni вот это qora сущностьlar.